17 oktyabr Wall Street Journal gazetasining xabar qilishicha, Xitoy hukumatı Amerika Adliya ministrligining Xitoyning harbiyga munosabatli tadqiqotchilarini jazolashiga qarata inkos qaytarish uchun Xitoydagi Amerika fuqarolarini tutqun qildiganligi haqida Washington doiralarini ogohlantirgan. Xabarda bu ishdan xabardor kishilarning ko'rsatishicha, Xitoy amaldorlari bu vaqtdagi ogohlantirishlarni Amerika hukumat amaldorlariga ko'p xil kanallar orqali qayta yetkazgan. Xitoy taraf o'z uchurlarida Amerikaning Xitoy tadqiqotchilarini Amerika sudida ayblashga xotim berish kerakligini, bo'lmasa Xitoydagi amerikaliklarning Xitoy qonuniga xiloflik qilish vaziyati o'tirg'i chiqadiganligini bildirgan. Xitoyning Washingtondagi bosh elchisi Wall Street Journal gazetining bu vaqtdagi savollarga javob berishni rad qilgan. Oldingi oyda Amerika doiralari prezidentning bexatarligi xavfi bor deb qaralgan Xitoy o'quvchilar va tadqiqotchilarning kirishini rad qilish tadbirlari bo'yicha mingdan ortiq Xitoy fuqarosining Amerika vizasini amaldan qoldirgan. Onundan boshqa Federatsiya tekshirish idorasi iyulda Amerika viza iltimosida Xitoy armiyasi bilan bo'lgan munosabatini yushirgan 3 Xitoy tadqiqotchini qo'lga olgan.